Bo'pti, ona, yaxshi o'tiring, men ketdim. Hey bolam, shoshma. Ha? Labi? Ishga ketishingdan oldin menga $200 qarz berib ketgin. Qarz? Ha, qarz. Nima qilasiz shuncha pulni? Gapga berishim bor edi, keyin ustimga bu narsa olsammikin deb aytdim. Bo'pti. Qachon qaytarib berasiz? Qaytaraman. Pensiyamdan bo'lib qaytaraman, bola. Bo'pti. Hozir olib chiqaman. Mana. Faqat vaqtida qarzingizni uzasiz. Kelishdikmi? Albatta qaytaraman. Rahmat, bola. Yana mana bu pullar ham sizga. Voy, buncha ko'p pul nimaga? Men sendan faqat $200 so'ragandim. Bu meni qarzim. Seni qarzing? Bolaligimda kasal bo'lganimda uxlamasdan chiqqansiz, esizdami? Uyqusiz o'tkazgan tunlaringiz haqqi. Bu pullar shularni bittasiga yetsa koshkaydi. Voy, bolam. Puling o'zingga buyursin. Men mingdan ming roziman. Menga sog' salomat yursang, shuni o'zi katta baxt. Ha, onam. Meni yana bitta qarzim bor. Yana qanaqa qarz? Bu qarzni hali ko'pchilik uzolgani yo'q. Bilasizmi? Menga o'xshagan farzandlar mana shu ikki og'iz gapni aytishga uyalishadi. O'zi ikki og'iz gap. Nimaga? Sizni yaxshi ko'raman degan gap. Men ham seni yaxshi ko'raman. Onam, siz mendan qarz so'rab o'tibsiz. Aslida haqiqiy qarzdor farzandlar emasmi? O'tinib so'rayman. Mana shu qarzlarimni bo'lib to'lagunimcha iltimos. Meni tashlab bu dunyoni tark etib qolmang.